Rus 200 mi? Nima deydi? O'liklarni degani. O'liklarni olib. Yo'q, bilasiz ham bo'lgan. Yo'q, Amazon Amazon ekan, qimmat. u aka Covid payt bo'lgan. O'shani gapiryapman, o'shanda. Staten Islanddan aka Yutaga bitta borishingizni o'zi $30,000 bo'lgan. Yutaga. O'sha New Yorkdan Yutaga 2,5 maylmi, 3,000 maylmi shunaqa. 30,000 ga borasiz. Orqaga qaytasiz, pusto ham qaytsangiz bo'ladi-da o'sha. Yana 30,000. Ichi to'la o'lik. Qayermidingiz azizlar? Unaqalar bo'lmaganmi? Biz Amazon spetsifikatsiya Amazon bo'lgan, Amazon bilasizlar. Faqat Amazon bilan ishlagan. Amazon yengil yuk, o'tda o'sha zarani yoki bombalangan. Uni уже zaryani bilsa bo'ladi, qanaqa yuk, tovar, onlayn magazin. Rus 200 mi? Nima deydi? O'liklarni degani. O'liklarni olib. Yo'q, bilasiz ham bo'lgan. Yo'q, Amazon bo'lgan ekan, qimmat. u aka Covid payt bo'lgan. O'shani gapiryapman, o'shanda. Staten Islanddan aka Yutaga bitta borishingizni o'zi $30,000 bo'lgan. Yutaga. O'sha New Yorkdan Yutaga 2,5 maylmi, 3,000 maylmi shunaqa. 30,000 ga borasiz. Orqaga qaytasiz, pusto ham qaytsangiz bo'ladi-da o'sha. Yana 30,000. Ichi to'la o'lik. Qayermidingiz azizlar? Unaqalar bo'lmaganmi? Biz Amazon spetsifikatsiya Amazon bo'lgan, Amazon bilasizlar. Faqat Amazon bilan ishlagan. Amazon yengil yuk, o'tda o'sha zarani yoki bombalangan. Uni уже zaryani bilsa bo'ladi, qanaqa yuk, tovar, onlayn magazin.